etganimizda yana trigeterzigot organizm tahlili chatishtirildi va natijalarimizni oldik. O'tgan safar aytganimizdek, eng ko'p ikkitasi nokirosingover bo'ladi. Mana no deb yozib qo'yamiz. No. Endi eng kam ikkitasi mana qo'sh kirosingover bo'ladi. Mana qo'sh. Shularni genotipni yozib chiqamiz. Qarang. Nokirosingoverlarga bo'lar ekan mana yerda katta A, kichik B kattasi holatida, ikkinchisi esa kichkina A, katta B kichkinasi holatida. Kichikroq yozib qo'yapman seni ajralib turishligi uchun. Endi qo'sh kirosingoverlarni yozamiz. Katta A, katta B, kichikisi, keyingisi esa kichkina A, kichkina B, kattasi bo'ladi. Endi qaranglar. Boya aytganimizdek, o'rnini almashtirib ko'ramiz dedik-ku. Endi ikkinchi usuli ham paydo bo'lib qoldi shogirdlarimizdan. Qarang. O'xshash gametalarni ko'rib chiqamiz. Qarang. Mana qo'sh kirosingoverdagi BS ga mana undagi BS o'xshayapti. Mana kichkina B bilan kattasiga bunisidagi kichkina B bilan kattasi. Ya'ni o'zgarmasdan saqlanib qolgan ketma-ketliklar bunaqani genni ikki chekkasida bo'ladi. Mana o'zgargan A endi o'rtada bo'ladi. Ya'ni bunda endi biz nokirosingover gametani boshqadan yozib chiqamizki, kichkina B, katta A, kattasi holatida bo'ladi nokirosingover bittasi, ikkinchisi katta B, kichik A, kichik C holatida bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda genlar izchilligini toping degan joyda mana shu tarzda topish. Avvalgi birinchi usulga qo'yib chiqarsanglar ham bo'laveradi. Bu ikkinchi usul. Ya'ni o'zgarmagan gametalar ikki chekkada joylashgan bo'ladi. Tushunarlimi? Endi bizdan aytayaptiki, genlar orasidagi masofani toping deyapti. Genlar orasidagi masofani topish uchun endi biz avval qo'sh kirosingover foizini topib olamiz, S qismini topib olamizda. Buning uchun nima qilamiz? Gamma organizmlar soni qo'sh kirosingover organizmlar soni 4 ta bilan 2 ta bo'ladi, ya'ni 6 ta bo'ladi. 6 ta. 6 ni bo'lamiz 1000 ga bo'lib 100 ga ko'paytirib qo'yamiz. Yüzü ko'paytirsak barobar bo'ladi 0,6%. Ya'ni qo'sh kirosingover foizi 0,6% ga teng bo'ladi. Endi yakka kirosingoverlarni topib chiqamiz. Bunda bir-biriga yaqin joylashgan genlardan foydalanamiz. Bilamizmi mana? 32 ga 52 yaqinroq, 60 ga 74 yaqinroq bo'ladi. Shu sababli ularni umumlashtirib yozamiz. Qarang. Uni yozishdan avval bu qaysi gen bilan qaysi gen o'rtasidagi kirosingoverligini aniqlab olish kerak. Mana misol uchun katta A, katta B, kattasi holatda kelyapti. Katta B, kattasi. Bunda qaysi gen almashgan? B almashgan. Ya'ni bu B, katta B bu yoqqa o'tganda, chap tomonga o'tganda katta B, katta A, kattasi bo'ladi va mana bunga o'xshaydi. Bu degani A bilan B ni orasidagi yakka kirosingover yoki B bilan A ni orasidagi yakka kirosingoverga mos keladi. Endi shunga ko'ra katta A, katta B, kattasiga keyin kichkina A, kichkina B, kichkinasi mos bo'ladi va ikkalasini qo'shamiz. 32 ga 52 ni qo'shamiz. 52 minus 32 bo'lingan 1000 bo'ladi. Va yana ko'paytiramiz necha foizga? 100%. 32 ga 52 84 bo'ladi. Buni 1000 ga bo'lsak va 100 ga ko'paytirsak 8,4% bo'ladi. 8,4%. Bu boya aytganimizdek qaysiga to'g'ri keladi? A yo'q. A bilan B o'rtasidagi yakka kirosingover foizi 8,4% ekan. Endi A bilan S ni o'rtasidagini topamiz endi biz. A bilan S ni o'rtasidagini topish uchun mana qolgan ikkita 60 bilan 74 ni qo'shamiz. 60 minus 74 bo'ladi va 1000 ga bo'linsa shunda teng bo'ladi. 134 bo'ladigan bo'lsa, 134 degani bu 13,4% degani A bilan S ni orasi. Endi genlarning ketma-ketligini orasidagi masofani topamiz. Boya aytganimizdek, haqiqiy ketma-ketlikda yozib olamiz. B, A hamda S ketma-ketlikda yozamiz. Endi
A bilan B ning o'rtasi 8,4% bo'ldi. Nimamiz esa A bilan C ning orasi esa 13,4% bo'ldi. Endi boya aytganimizdek, A bilan B ning orasidagi foizga yoki A bilan C ning orasidagi foizda har biriga alohida qo'shma singulyar foizini qo'shamiz. Shunda masofa kelib chiqadi. 8,4 ga 0,6 ni qo'shsangiz 9 marganinda kelib chiqadi. Xo'p, bunaqa A bilan B ning orasi. Endi A bilan C ning orasiga 13,4 ga 0,6 ni qo'shadigan bo'lsak, 14 marganinda kelib chiqadi. Va B bilan C ning orasi necha bo'ladi endi desa, endi bu 23 marganinda bo'ladi. Bu misol shu tarzda ishlanadi. Milliy sertifikat testida tushganda ham, masalasida tushganda ham mana shu ketma-ketlikda navbatlarni izchil ravishda yozib boraverasizlar. Sog' bo'ling.